To'g'ri, bu yerda komfort bo'lishligi mumkin emasdir balkim, lekin fayz bor, halovat bor. Bunaqa to'ylarda men bunaqa to'yxonani o'sha Versalda ham, Yakkasaroyda ham eng nomdor to'yxonalarda ham bunaqangi atmosferani ko'rmaganman-da. Zafar aka, nima deysiz aka? Baxmal shunaqangi barakali joyda kamiga kelin qoriya, kuyov ham qori ekanda ko'rib shunaqa havas qildim. Ota-onani eng katta orzusi mana shuda o'zi. Bundan ortiq orzu bo'lmasa kerak luboy ota-onada menimcha, to'g'rimi? Shunday, albatta. Kecha kelinni ham ko'rsak, hozir kelinlar gelik so'rashi moda bo'lganda mahriga yo bir kosa tilla, bir banka tilla deydi, yo uy olib berasan deydi. Baraka topsin shu kelinni tarbiya qilgan ota-onasi ham nechtadir javoon kitobi bilan kelibdi aka. Baraka topsin, bunaqa kelinlar hozir kamayib ketganda rosa hammani o'y xayoli mol davlat, mol dunyo boy qilmaydi odamni, baxtli ham qilmaydi-da. Xo'p, gelik ham olib berdi. Nima kerak 6 oydan keyin ajrashib ketyapti-da, shunday. Undan ko'ra kitob o'qish kerak ko'proq, ilm olish kerak. Ertaga bulardan tug'ilayotgan zurriyotlar ham hammasi o'zida qangi vatanimizga xizmat qiladigan qori-qoriyalar bo'ladi-da. Baxtli bo'lsin. Tabriklab ketasizlar bir Baxmalda zo'r to'ydamiz o'rtoqlar. Juda fayzli. Men bunaqa aka ko'p nafaqat O'zbekistonda, ko'p dunyoning davlatlarida to'yda bo'lganman-da, lekin mana shunaqangi bir mazza qilmadim men. Shunday atrofni qarang. Tabiiyda. Tabiiy, hamma narsa ekologik, toza narsalar, odamlar ham samimiy. Qishloqda odamlar o'zi sal beg'ubor odam bo'ladi-da. Shaharda sal ko'p yolg'onchi, bunaqa odamlar ko'p bo'ladi shaharda. Qishloqlarda baribir barakalar bo'ladi.